Gün acayip kötü gün oldu da. Anda koplu mu? Ondan koptuk. Bana bugün tutkulu 60 yıl oldu da hapsi. Bana yeni bir Novruz'unu kütüp yaptım bugün. Bugün kandak gün bulurum. Bugün Novruz mu? Alda. Ben çok bugün sizlerle Novruz faaliyetleri ötküzüyotkan yerler getirip oyun tutulayım, hakkı mı? Buldun mu? Kızım, ben sizin kök meşhur yapıp oyun tutulayacağım ha. Makul mama.
Suğargılı şubu buğdayını. Çilli Zimistanda üner kökbaharının evveli, yaxşılarının meşrepidin çiçek günson kışlığı. Kışlığı ünigen çiçeklerin kökleri nazik durur, kötersine illiqliqdin boyları kurap durur. Bu çiçeklerin sayısında oldursuna her dem köngülleri açılır. Bu çiçekni algan kişinin beşiğe güller sancılır. Keldi Noruz, kündü köklem, hoş mübarek. İli çöçek, kaşkar kumul, altay biçem. Kızıp ketti, milis meşrep, aksudumu. Korlu turpan, atış koten, kormay biçem. Biz mi düştük bu kömürlüğün şatlıkıdın? Bezme ara, oynayışa tam at kuşa. Kız yigitle, barkanla kıyka.
Assalomu alaykum Qumul Bo'stonidagi aziz qarindoshlar. Assalomu alaykum televizor oldidagi qadrli ko'rmanlar. Ko'rayotganinglar Şinjan televiziya stansiyasi Dehqonlar shodlik programmasining No'ruz bayramiga bag'ishlangan alohida soni. Men bu programmaning rejissyori Akbar Ahmadjon Sabiri. Men Şinjan televiziya stansiyasi Dehqonlar shodlik programmasi nomidan Abnum rayonimizning har qaysi joylaridagi televizor ko'ruvchi do'stlarga, Qumul diyoridagi har millat xalq omasiga No'ruz bayramilik salom yo'llayman. Hammalarning No'ruz bayramiga muborak bo'lsin. Şinjan Uyghur Abdunum rayonu qurilganligining 60 yilligini kutilayotgan mushundaq paytlarda biz taraqqiyot manziliga otlangan xalqimizning jumladan go'zal, bayoshat turmush qaynamoqchi bo'lgan dehqonlarimizning No'ruz bayramiga qizg'in tantana qilamiz. Bayram kuninglar shodlik to'lsin. Mehribonu, men shu bugungi No'ruz faoliyatimiz o'tkazilayotgan Qumul shahri Qardo'vi bozoriga necha yilning oldida xizmat munosabati bilan bir qitim kelib boqqandim. Lekin bu qitim Qumulga kelib, Qardo'vi bozorida bir necha kun ziyorati bo'lish davomida men Qardo'vi bozori va Qardo'vi bozoridagi dehqonlarning turmushida nurg'un o'zgarishlar va taraqqiyotlarning borliqqa kelganini his qilib qoldim. To'lim to'g'ri aytdingiz. Yaqin yillardan buyon Qardo'vi bozori haqiqatan zo'r darajada taraqqiyotlar bo'lyotdi. Qumul Qardo'vi iqlimi qurg'oq issiq, tuproq munbat, chilan bilan uzum o'stirishga to'lim mos keldi. Shunga Qardo'vi dehqonlari chilanchilik bilan uzumchilikni to'rik kasb qilib, iqtisodiy kirmini oshirib, turmushini yaxshilab kelmoqda. Balkim sizmi Qumul Qardo'vichining danqini anglab bo'lgan bo'g'itdingiz aqchan? Anlagan. Balkim mening his qilishimcha, mush Qardo'vi chilanlarining danqini chiqargan yana shu bizningki Qardo'vi bozoridagi emgakjon, japokash, tirishjon dehqonlarimizga deyman. To'g'ri aytdingiz. Bizning ana shu japokash dehqonlarimizning qon tarisini kashkila, bizning chilanlarimiz ana shunchalik tamlik. Muqaddas cismingdan yaralgan tenim erkek suyumdek urg'uydu qinim tağların taşların gururum canım ana yurt anam sen oğlum ben senin. Muqaddas cismingdan yaralgan tenim erkek suyundek urg'uydu qinim tağların taşların gururum cinim ana yurt anam sen oğlum ben senin oğlum ben senin baxtim sen menim taxtim sen menim ana yurt anam sen oğlum ben senin oğlum ben senin. Quyoshdan nur algan quyosh tek chehrim
mehrin Quyoshdan nur algan quyoşdek chehrim Tügümez tarifim tügümez sehrim Esimden ketmeydu anam dek mehrim Anam dek mehrim Ana yurt anam sen oğlum men senin oğlum men senin Bağrında östürgen bağrın men senin Qayyerdə bulay men oğlum men senin Bağrında östürgen bağrın men senin Qayyerdə bulay men oğlum men senin Yaşayman bulay deb faxrin men senin faxrin men senin Ana yurt anam sen oğlum men senin oğlum men senin Baxtim sen menin taxtim sen menin Ana yurt anam sen oğlum men senin oğlum men senin Baxtim sen menin taxtim sen menin Ana yurt anam sen oğlum men senin oğlum men senin oğlum men senin Mehribano ansam mushu qumul ko'kmashripi qumulliqlarning hayotir kam bo'lsa bo'lmaydigan eng keng umumlashgan madaniyat faoliyatiga aylangan ekan, shundaqmi? Shundoq. Assalomu alaykum, qo'shnilarim. Aleykümselam. Bugun ko'k mashriqni o'tkazishni o'tib meni uchibdiga. Urug' parlish biramdiki degan xiyolda hammalarning qishqarga bir anda kiribdilar. Urug'ni anda parlasa, buyuk qo'g'osoldi, monosoldi, yaxshi bir monosol olamdiqki degan maqsadda hammalarning ovarqi mashay qishqarga ham urug'ni parlab olayni, qo'shnilarim. Qumul dehqonlarining ömlük ittifoqligining asosi bo'lgan ko'kmay shirpi qo'lim qo'shna yaqin yo'riqlar bilan yaxshi tilak, arzu armonlarini tilishib ko'k xinimni yasab chiqdi. Ko'k xinimning ustiga tabiatning simvoli bo'lgan kun, oy, zimin, kun chechak qilib yasildi. Hayotlikning simvoli bo'lgan xo'roz, mekyanlar yasilib ustiga sanchiladi va tilaklar tiladi. Kökhenim tükkendiğin keyin kök meşrifi başladı. Qumul dehqonlari hayotga bo'lgan qizg'inligi va bahorga bo'lgan orzularini elib mashrab maydoniga otlanadi. Ular tartınışmaydı. Ular yetiqaşmaydı. Ular bütün vücudu ve tolup taşkın kızgınlık bilen kıyıka salıdı, usul oynaydı. Saklan, oynağa yaxşı! Qaqşaldı qaqşal! Çağrı vaqtı vaqşal! Usul oynağanlar, qızılgül oqşar vayız gitler, barikallı qiyqa!
Taştırın, taştırın. Yaxşını yandaştırın. Yamanını azgaştırın. Dağıtını şalgaştırın. Yaxşını etkaştırın. Usolunu oynattırın. Kıykaşını ben sangaştıray. Kalkşal mı kalkşal, çarı bağdı bakşal. Usol oyunu kallanı beşidin gül zaplar gül kıyka. Mekanda oynadılar. Doğrulup çörülüp. Şun şahının arsıda. Kızılgül'de görünüp. Özgit'te barikallı kıyka. Esselamu Aleyküm, hürmetli sorun ehli. Aldığımızda bu kök hanımın yüzünü açtık. Ama şu yüzünü açıp koyuşlarla bu kök maşını toktup koyamdık, yani cemaat oynamdık. Oynayın! Kana emisma şu kökün aldığı oğullar oturup çık bakayınca. Bu kök hanımın 7 oğlunu aldı. Anladık ha cemaatla. Zimistan çıllıda sözü baharının əgligi. Yaxşılarının tökpüsüdün çiçek ündəyi qışlığı. Qışlığı üngen çiçeknin təripi nazik durur. Soğurup su kuyusla alğan kişi aşı beqarar durur. Özürler kiçikten. Rahmet. Bugünkü bu meşrepke keldi kök biri. Xoymi katta oynadık, öyge kelgen yaş geri. 30 cütnün birimen kökni alğan varisi. Közüm tegmisin bu kökke, bu kök yüreknin parisi. Tam bir şeyde olturadı şakşı boyluq şayigit. Almı bəsəm almaydı boyları altın yigit. Altın yigitnin sürüdü sultançıba, ay üzüge nur düşüptü, yem üzgen gülçıba. Gülünü üzdüm, tüpki saldım, güller çaştı kuşbara. On kolumga çayını aldım, sol kolumda şamçırak. Şamçırakni tartta eştim calla kamidi. Bu kökni algıca bedelli calla kamidi. Kumul dehqanları yeni bir yılda molosunluq va yaşat turmuş tilaklarını tilab, ümit chechki bo'lgan ko'k xinimni beshida ko'tardi. Qumul dehqonlari azaldan o'zlariga ne'mat ato qilib kelgan buyuk tabiat bilan bir gavdalashib, har yili yangi bir hayotlikni mana shunda obridi. Kök meşripi qishning uzoq tunlaridagi zerikishlik hayotni mo'l ma'naviy shadxo'ramlik hayotga aylantirgan bo'lsa, bahor meşripi No'ruz aql farosatni emgak orqali nurli hayotga aylantirishning plan ash'orlarini namoyon qilishning katta so'rinidir. Bu so'rin balalarga bilim o'rgatadi. O'smirlarga o'zlik eni ato qiladi. Yoshlarga go'zallik va jo'shqinlikni joriy qildiradi. O'ttir yoshliklarning o'tda qizg'inligini urg'utadi.
altın boyluk təvəllüdlərimnin tutya təcrübələrini tılladək tökküzüdü. Bu sorun bahardək illıq çıraylağı nur, pəzilət, güldək güzel xulq, ədli adalət, şərmi haya, ilim işcanlıq, ümlük və birlik, dostluq və inahlıq, küyünüş və mir, danalıq və batırlıq ata qılıdır. Yar tutkan bulunsun. Yar tutsa tutuversin, versi algan bulunsun. Versiyle tutmayan herkes Müslüman bulunsun. Hazreti Ezrail gelip ezgirin mi ameli? Otumuzda menkiyip bidem canım kameli. Otumuz mi asımız bizim bile ki esasımız. 8 bin işliyle işliyle hasımız. Öldürdük bir yakşını endi kaça unutay. Ne diyemezler? Karanlık işler uçup geldi, asman aralı. İşte gözüm kaldı bu özürlük kanalı. Bu canını adını çoğundan alıp, direkt varın nakit olduğunu sığ su bağladı. Zehir sudan ayrılgandı, ki dağın ayrılgandı, kargo hasıdan ayrılgandı. Kuşkaç bağının ayrılgandı, içim düşündüm fırlatır içti. Kalem kıydım kaçım, siyah ezdim yürüdüm. Bir gözden yaman, bir daha eyley bu canını. Özellik kesin. Hanımın kını oku, hava adıklık kılıdı o. Hanım kaç yardım oku, işin çocuğu kılıdı o. Kaynadı o. Çaynakta budak suyu yolotunda kaynadı o. Çaynakta budak suyu yolotunda kaynasa. Yürekler yaşanmadı, nori kusu oynasa. Altın ala piyenleri, koyun getta çırayları, bir para külüp kalsam en doğru hiyalleri. Bizim o dinler dersem de o pazardaki dükkanlarına, bir de ettim kendiminin karı kaç dükkanlarına. Çocuklarla ben bu da bir parçada kaşatmam, karızdan kilibinin diğer başkanına kaşatmam. O oyunda birlikte borlukla çöndü. Yüreklerle osladığımız közgünlüğü körünü. Kumul, sen mana muşundaq medeniyetin, mana muşundaq medeniyetlik kişilerin bilen pəxirlişke haqlıqsan. Kumul, aziz xalqın senin baylıqındır. Xalqın vücuduğu mücessemlengen yaxşılıq ulanın baylıqıdır. Yaxşılıqdan yaşarılan yeni tabiat, yeni cemiyet bizning ortak baylığımızdır. O xuddi nurdek söygücü ve söyüldürgücüdür. Ular Novruzga bo'lgan cheksiz hissiyatni she'ri dastonlari orqali ko'kka yangritadi. Yarimning kirpigi yotidi namda, o't ketgan eriqla yerning ziniqi. Xirlani beg'irlab kirdim baqchaga, vatanga liqkilar gulning tiniqi. Bulbulga tishlatdim jonning shexini, bahodir to'g'raqni atab navoga. Suv bilan ko'kligan ko'khinim suvga qaytariladi. Shoirlar she'ri putuklarni bari suyga qondirish istaklari bilan
suvda oqqizadi. Bu dünyada Bahardır bepoyon osmon ziminga, tog' ziminlarga, quyoshliq tong sahar g'olib besilgan yangi izlarga. Bahardır tal çıvıq duldul minib uçqan gödəklərgə, çeçiğan kök jala asqan səbi g'uncha çiçeklərgə. Bahar keldi dedi söğətlər, shoxlariga yopurmaq tulub. 60 balı çıxdı kökləmdin, qol tutuşub jandoslar bo'lib. Voy, 60 bala deysiz. Qarğanı bugungi bizning No'ruz faoliyatimizga umaq sabiy ballarimizni qatnashga o'xshamamda. Albatta qatnashdik. Kalbiga
ayağımız taş bulsun. Açlıkta kalmasın, meşmulda yürümesin. Başlarımız baş bulsun, ayağımız taş bulsun. Başlarımız baş bulsun, ayağımız taş bulsun. Başlarımız baş bulsun, ayağımız taş bulsun. No'ruz bayrami uzun tarixiy taraqqiyot jarayonida o'zida ko'p manbalik madaniyat an'anasi va madaniyat g'azinisini barliqqa keltirgan. Xalqimizning inoq turmush va madaniyat aloqasi jarayoniga No'ruz bayramining esil an'analari va xosiyatlari mujassamlanmoqda. To'g'ri aytdingiz. Mehribonu anglasam shu Qumul shahridagi bir qism Xanzu qarindoshlar har yili Qumuldagi har millat xalqi bilan No'ruz bayramini birlikda o'tkazdi deydi. Bu gap rostmi yo'qmi? Ha, rost bildim. No'ruz bayrami o'tkazdi. Uning ustiga ular Uyg'urchani shunchalik yaxshi so'zlaydi. Voy, undaqda bugungi shu No'ruz faoliyatimizga ular qatnashdimi? Ha, qatnashdi. Bunda qilayli bo'lmasa, men ularning vakillaridan birini sizga taklif qilib bersam, siz uning bilan Uyg'urcha paranglashib boqamsiz. Voy, bo'ldi. Qani undaqda qizg'in olqishlarimiz bilan saklimiz taklif qilsa qanday bo'ldi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. No'ruz bayramlari muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Aka, sizningki ismingiz nima bo'ldi? Yusho'ran bo'ldi. Yusho'ran? Ha. Undaqda eng oldi bilan shu No'ruz ahliga o'zingizning bir No'ruz bayramilik salomini yo'llab o'tamsiz. Assalomu alaykum, hurmatli jamoat. No'ruz bayramingizga muborak bo'lsin. Aka, siz o'zingiz Qumulning qaysi joyidan? Qartur bozori Bo'ston kentidan. Ha, Bo'ston kentidan bu. Undaqda siz shu Qumulda yashayotganingiz qanchalik vaqt bo'ldi? Men Qumulda yashayotgani 50 necha yil bo'ldi. 50 necha yil bo'ldi. Har yili shu No'ruz bayramini sizlar shu yurtdoshlar bilan birlikda o'tkazdi deydi. Bu gap rostmi? Rost. No'ruz bayrami bo'lsin, ko'k mashrab bo'lsin, anlarlar to'lto'kin bo'lsin, hammada men qatnashaman. Yaxshi. Undaqda bugungi bizning No'ruz faoliyatimizga siz qanday nomer tayyorlab keldingiz? O'zim Qumul cho'ng'boshqa Qumul maqomini tayyorlab qilib, agiz bizning Allah'ın birodarlar bilan qayta kelgan. Voy, nihoyat yaxshi bo'pti. Unda qizg'in olqishlarimiz bilan ularni saklik taklif qilaylik. Qani marhamat. Sahada sayrıgan bulbul Xudoga Atamız yok, anamız yok Hüdayim rahmet elmamdı Hüdayim rahmet elmamdı Canan
men shu qumul xalq naqshlaridan Aqbozot degan naqshini to'lim yoqtiraman. Siz anglashni yoqtiramsiz? Men to'lim yoqtiraman. Qaraganda Akbarjonning bu naqshini anglag'is kelib qolgan o'xshamamdi. Albatta. Bu qumul kelib Aqbozotni anglamay ketsam, to'lim afsunarli ish bo'ldi-da.
No'ruz bahara, gülla nahara. No'ruz kelur, yoz kelur, nag'ma kelur, saz kelur. Mehribano, xatolashmasam, tuvanda o'qigan she'ringiz shu qadimgi turk xalqining No'ruz qo'shoqlari bu deyman. Men Türkiye xalqlarining bu bayramda yo'qsoq to'yingan qo'shoqlarining hammasini bir yıldızdan baxlangan deb qarayman. To'g'ri. Şoň bugungi kunda No'ruz bayrami Avtonom rayonimizdagi har qaysi millatlarning o'rtaq tabriklaydigan inoq ittifoqliq madaniyat bayramiga aylanmoqda.
Gurbani anlasam mush qumul kashchiligi, ya'ni qumul chashmachilig'i nihoyat uzun tarixi ekan. Qumul chashmalarga har xil mushu toz, kepinak, sumruq, har xil gul-giyolarning suratlari tushirilgan bo'lib, buni boshqa kishilar qumul xalqining go'zallikni suyish, tabiatni, ko'klamni qadrlash engining yuksak ifodasi deb qarayotgan, shundaqmi? Shundaq, yaqinqi yillardan buyon Qumul shaharlik partikom, hukumat chashmachilik kasbini taraqqiy qildirishga izchil ko'ngil bo'lib keldi. Chashmachilik bilan shug'ullanayotgan dehqon ayollarga afzal sharoitlarni yaratib berdi. Hozir avtonom rayonimizning iqtisodida chashmachilik buyumlarini to'lishib setib oladigan, ativolib saqlaydigan, yaqin yo'riqlarga sovg'a qiladigan yaxshi odatlar shakllanmoqda. Nihoyat yaxshi kayfiyat shakllanibdi. Demisimi qumul chashmalari nihoyat go'zal ham ko'rkam, boshqalarning qadrlashiga arziydi. Bo'libmi shu qumul chashma kiyimlari san'atkorlarimizning uchisiga chiqib, sakllarimiz julalanganda tomoshabin do'stlar xuddi o'zini rang-barang gullar ichilib ketgan gul-guliston kelib qolgandek his qilishidi. His qilgansiz bugun men kiyganimmi mana qumulning chashma kiyimlari. Intayin chiroyli ekan. Sizge
Akbar, bayan bir dostum bana Noruz bayramını mübareklep, hayat doğrusu da bir kısqıçır yollaptı. Mezmun tolum yaxşıken, nişet bir okup bereyim ki dep oyladım o. Voy bo'ldi, qani bir o'qib bering ha. Maqulum okup berey. Ressam bolsan hayatni, yürükünge sızıp al. Şair bolsan hayatni, şiir qılıp yezip al. Kuychi bolsan hayatni, naqshi qilib aytib al. Bog'van bolsan hayatni, guldast qilib tizib al. Hayat degan kampit u, tatliqqina sho'r al. Hayat degan cheklikdir, ahmiyatli yashab al. Ha, hayat haqida haqiqatan bu ahamiyatli she'r ekan. Mehribonu, men mana shu hayot haqidagi bir kuplet bir she'r o'qib beraymi sizga? Ma'qul, o'qib bering. Bu hayot shundoq hayot, ochchig'i ham tatligi bor. Ba'zida kangdur bag'ri, ba'zida hajab mutar. Kunduzi kulsi yurak, tunlar aro g'amlarga yor. Hayat şundaq hayat, açıq hem tatlıq var. Bu hayat şundaq hayat, açıq hem tatlıq var. Bəzide
Merkezning Şinjan xizmat söhbət yig'ini ochilgandan buyon xalq omisi xalq turmushini birinchi o'ringa qo'yish, asos qatlamni muhim deb bilish, haqiqiy turda amillashib, yurtimiz Şinjanda jamiyat muqimligi va abadiy aminlikning qudratli birikma kuchi shakllanmoqda. Yangi yil kirgandan buyon avtonom rayonimiz al rayon bilish, alga naf yetkazish, alni moyil qilish xizmatini yangi boshlanish nuqtasi qilib, Qo'moldagi har millat xalqining go'zal yurt makon qurish, taraqqiyotga intilib, tinch, xotirjam turmush barpo qilish, Jungo orzusini reallikka oshirish orzusi va ishonchi texmi oshirildi. Memleketlik ikki yig'in g'albilik oyoqlashgan Şinjan Uyg'ur Abnum rayon qurilganligining 60 yillik to'yga tantana qilinayotgan xosiyatli damlarda yetib kelgan No'ro'z bayrami Abnum rayonimizdagi har millat xalqiga texmi baxt ato qilgusi. Qarang Akbar, qaynon toshqinlik cho'mgan shahar yezlardan shoirlarning yeshil yaproqlarga, gul barglarga bitgan dastonlardan olamcha oyim shodligi mavj urmoqda. Berpa kılman
dostlar, televizor oldidagi ko'rurman dostlar. Şinjan Televizyon Stansiyasi Deqqonlar Şapkı programmasining Qumulda o'tkazilgan No'ruz bayramilik alayitsani vaqt munosabati bilan mana bu yerda oxirlashdi. Hammalarning turmushiga tinch, aminlik, baxt yor bo'lsin. Qayt ko'rishga omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.